Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Asaka Bank tomonidan Toshkent viloyatining Parkent tumani Nevich MF hududidagi uzum yetishtirish konturlaridan monitoring olib bormoqdamiz. Bu yerda jami uzumlar ekilgan yer maydoni 11.1 gektar bo'lib, bundan 19 ta dehqon xo'jaligi faoliyat yuritadi. Har bitta dehqon xo'jaligiga o'rtacha 30-40-50 sotikdan to'g'ri keladi. Bu yerda 4 ta kontur bo'lib, bular 518, 537, 538, 539 konturlarga to'g'ri keladi. Asosan bu yerda ham uzumning xo'raki navlari, qora kishmish, toifa navlari ekiladi. Mana hozirgi kunda kuzda ekilgan uzumlar hali qor tog' yonbag'rida bo'lganligi sababli hali qishga ko'milgan, yopilgan holatdan ochilmagan. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda havo salqin bo'lishi, kechqurun ertalab qirovlar tushishi hisobiga hali uzumlar ochilmagan. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerdagi loyihaning umumiy qiymatiga to'xtaladigan bo'lsak, loyihaning umumiy qiymati 1.150 millionga to'g'ri kelib, shundan 250 million bank hisobidan, 900 million o'z hisobidan amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Umumiy yillik yetishtirilgan mahsulot 220-225 tonnaga to'g'ri kelib, miqdori 3.350 milliongacha daromad olish ko'zda tutilgan. Shunda har bir dehqon xo'jaligi hisobiga oladigan bo'lsa, yer unumdorligi hisobiga 140 daromad olish ko'zda tutilgan. Bu yerdagi konturlarda, ko'p konturlarda yana yangi kuzda ekilgan yangi ko'chatlar ham mavjud. Ular hosilga kirish muddati hali 3 yildan 4 yilga, 3 yildan 5 yilgacha muddatda ular yangi ko'chatlar hisoblanadi. Bu Parkent tumaniga shu uzum navlarini parvarishlash uchun, ularga kerak bo'ladigan xil kasalliklardan davolash uchun kimyoviy mahsulotlar, yana boshqa mahsulot yetishtirib berish bo'yicha Oltiariq Agrostar MChJ biriktirib berilgan. Bu Asaka Bank tomonidan moliya